Oyoqto'rman qishlog'ida oddiy traktorchilar oilasida tug'ilgan. Uning bolaligi 2-jahon urushi yillariga to'g'ri kelib, og'ir mehnat va qiyinchiliklar ichida o'tgan. 1951-yilda u 7 yillik maktabni tugatgan. Shu davrda oilasida katta yo'qotishlar yuz berib, onasi va buvisidan ayrilgan. Bu esa unda erta mustaqillikni va mehnat qilib kun ko'rish tushunchasini shakllantirgan. 1954-yilda esa Toshkentga kelib, irrigatsiya va qishloq xo'jaligi institutiga o'qishga kirgan. 1959-yilda institutni muvaffaqiyatli tamomlab, mehnat faoliyatini boshlagan. Dastlab Xorazm viloyati Urganch tumani zonalararo normalashtirish punkti rahbari bo'lib ishlagan. 1967-yilda Urganch tuman sevxozlik nuqtasiga rahbar etib tayinlangan. 1975-yildan Xonqa tumanida 10 yil birinchi kotib bo'lib ishlagan. Bu davrda ichimlik suv va yo'llar yaxshilanib, qabristonlar obod qilingan. 1985-yil Urganch tumaniga birinchi kotib etib tayinlangan. 1992-yilda Marks Jumaniyozov Xorazm viloyatining birinchi hokimi etib tayinlangan. Uning rahbarligi davrida viloyat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga erishgan. Rahmat. Üstümge ton kiydirdiniz, başımga çökülme, koluma Kur'an